Prezidentimiz 100 ming yoshlarni sharoitidan qat'iy nazar kambag'al oiladanmi yoki farovon oiladanmi farqi yo'q, iqtidoriga qarab o'qish xarajatlarini, chet tillarini o'rganish uchun qoplab berish imkoniyatini yo'lga qo'yib berdilar. Bu nima degani? Misol uchun siz til o'rganib, o'quv markaziga bormoqchi bo'lsangiz, lekin sizni xarajatni qoplash uchun mablag'ingiz bo'lmasa, davlat sizga shunday imkoniyat yaratib beryaptiki, siz 6 oy ichida B2 yoki C1 olmoqchisiz. O'shanda 2 oylik xarajatni o'zingiz qoplaysiz. 2 oy o'qiganingizdan keyin o'quv markazi bizga elektron tizim orqali sizni yaxshi o'quvchiligingiz, haqiqatdan ham 6 oy davomida davlat to'lagan mablag'ni oqlashingizga ishonch bildirishini tasdiqlab, bizga tasdiqnoma beradi va bundan keyin biz 6 oylik xarajatni boshlaymiz. Nima uchun 2 oylik xarajat kiritildi? Agar biz 2 oylik xarajat kiritmaganimizda juda ko'plab yoshlar kelib, bu davlat puli ekan, tekin pul ekan deb mas'uliyatni bo'yniga olmadi. Toshkent shahrida taxminan 824 ming so'm bo'lgan viloyat markazlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi markazida biz 618 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda, uchinchisi tuman shahar markazlari olis chekka hududlarda 412 ming so'mgacha bo'lgan xarajatlarni qoplab beramiz. Buni evaziga har yili 100 milliardga yaqin pul yoshlarni xorijiy tillarni o'rganishi uchun sarflanyapti.